Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Mana Xudo xolasa oshxonani fartugini ham bitirdik. Kafilin 3 kun vaqtimiz ketibdi. 3 kunda bitdi. Shu 2 metrdan hisoblasa, bu tom 2 metr, bu tom 2,20. 2 metrdan bo'lganda 4 metr bo'ladi. 4 metrda 3 kunda pulni bosib, zatirga qilib, mana chiroyli qilib bitirib berdik mana. Zatirkalari ham bitdi, Xudo xolasa. O'ta go'zal. Endi buni qanchadan bosyapsizlar deb ko'pchilik so'raydi. Narx qanchadan bo'lyapti, qanaqa hisoblanadi deb. Endi bizning hisob kitobimiz bo'yicha fartuklarni kvadratiga emas, metrga hisoblanadi. Bo'yni farqi 50 mi, 60 mi, ba'zida 70 bo'ladi, ba'zida 80 bo'ladi. Metrga hisoblanadi. Hozir bu tomon 2 metr bo'lsa, tomon 2 metr, примерно 4 metr joy bor. 60 ga 60 kafil bosadigan bo'lsa, yoki 60 ga 120 bo'ladigan bo'lsa, 25 ga 50 bo'ladigan bo'lganda ham metrni 3000 dan bosiladi. Bu tomon 3000, 6000, bu tomon 6000. 4 metr 12 mingga bosib beramiz. Teshiklar отдельный 1000 rubldan. Xo'sh, keyin u kafillarda masalan obedgacha uzog'i 2 soat 3 soat turib qo'yasiz. 60 ga 60 kafil bo'lsa, u tomonga 3,5, bu tomonga 3,5. 7 dona kafil ketadi. Agar 60 ga 120 bo'ladigan bo'lsa, 2 tadan 4 dona ketadi xolos. Obedgacha urib qo'yasiz, ertasi kuni 1 soatda tozalab, yetib zatirga qilib topshirib ketamiz. Bu kafilni hisoblaydigan bo'lsak, bo'yiga kafilimiz 8,5 ga 28,5. Bu tomoni bo'yiga 6 ketdi, o'zi yarim metr xolos bu yer. 52 sm o'shunga o'sha 6 qator ketdi. Bu yoq 7 ta, bu tomoni 8 ta, 15 ta. 6 ko'paytiramiz, 90 ta kafil ketibdi. Shu 90 ta kafilda bu tomoniga 1 kun vaqt ketdi, bu tomoniga 1 kun. Bugun 3-kun polni tozalab, zatirka qilib bitirib ketyapmiz. Buni kamida 5000 dan hisoblash kerak. Chunki 60 ga 60 kafilda mayda bitta, ikkita 3 dona chak bo'ladi xolos. O chakni zatirka qilgan. Buni hozir bu tomonimiz bir tomonda masalan 45 ta kafil ketgan bo'lsa, 45 ta kafilni mana to'rtta burchakni har bittasini bir-biriga tekislab chiqib qolmaslik kerak, boshqa qilmaslik, tekislab yopishtirib chiqish kerak. Keyin buni zatirka qilganingiz uchun chakini ko'rgan bo'lsalaring ham bo'yni hisobida 6 qator chak bor, bu tomon bu yog'i ham 6 qator. 4 metr ko'paysa 24 metr bo'ladi. Ammo tikka chaklari bor, 30 metr oshiq chaki bor. Ammo zatirkasini tozalab, zatirka qilgani ham 1 kun vaqt ketadi. Bir kunda masalan 60 ga 60 kafilni bosib 12 ming olib ketgan yaxshimi? 3 kun bosib 20 ming olib ketgan yaxshimi? O'shani hisobiga ustalarni ham sal mehnatni qadriga yetinglar. Kimga yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, biz albatta xursandmiz. Hammalaringga omad, ishlaringga rivoj.